Assalomu alaykum qadrli obunachilar, bizni kuzatib borgan qadrdon do'stlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Ancha vaqtdan beri video qilmadik, ko'rishmadik sizlar bilan. Shu fursatlar orasida ancha ishlar bo'lib, hozir men sizlarga bir ishda jiddiy masalada bilganligim sababli yana bitta murojaat qilib chiqyapman. Rossiyadaman, Kazanda. Bugun oldin ham ko'p bor kirganmiz, lekin bugungisi menga qattiq ta'sir qilib ketdi. Rossiyada bilasizlar, qamoqxonada ichkarida o'tirganlarga ko'pchilikka передача kirgizamiz. Ya'ni o'sha yeydigan, ichadigan, kiyadigan, kiyim-kechaklar, bir narsalari zarur bo'ladigan bo'lsa, bizga ularni uydalari chiqishadi, aloqa chiqadi, topib borib do'stimiz deb pochta tashab kelamiz. Endi передача berib kirgizib yoramiz. Bugun ham bittasiga tashab chiqdik. Bilasizlarmi? Hatta men haqiqiy O'zbekistonda bolasini Rossiyaga ishlatgani jo'natib, keyin bolasi qamalib qolgandan keyin O'zbekistondan Rossiyaga qamoqxonaga bolasini ko'rgani kelgan ona ko'rgani kirish uchun o'chirit ola olmasdan shunaqa o'kirib yig'lab o'tirganini bugun ko'rdim ko'zim bilan. Juda menga qattiq ta'sir qildi shu narsa. Hurmatli ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar. Rossiya qo'pol qilib aytganda enamizni uyi emas, katta xolamizni uyi emas. Rossiyaga kim farzandini jo'natadigan bo'lsa, yaxshilab, tayinlab tushuntiringlar. Bolam, tilni o'rganib olding mana. Til o'rganmaganlarda emas, til o'rganmaganlar jo'natmanglar bolalaringni. Tilni ozmuncha o'rganding mana bolam. Endi sen ko'chaga chiqib diskotekadan yo bir boshqa joylardan o'zingga qizlardan yo bolalardan do'st orttirmagin bolam. Sen o'zingga do'st orttiradigan bo'lsang, sport komplekslariga bor, trenajyor zallarga bor, suzish havzalariga bor, yana boshqa joylarga bor, shu yerlardan o'zingga do'st orttir deb tushuntiringlar. Kimi bolasi dastavkada ishlaydigan bo'lsa, yaxshilab tushuntiringlar. Soddara bo'lsa bolangiz ishlamasin. Soddara bola bo'ladigan bo'lsa ishlamasin. Bo'lmasam bir kamera olsin. Mayetiga body kameraga o'xshagan bitta kamera olsin, yo bo'lmasa mana ochkili kameralar chiqib ketdi. Hozir maytda 3000-4000 rublga ham beryapti. Shunaqa kamera olsin. Kimdan pochta olyapti, kimga olib boryapti, o'sha joylarni zapis qilib olsin. Narkota dastavka qilib qamalib ketganlar o'shancha. Qizlarda zo'ravonlik qilib zo'rlab qo'yib qamalganlar o'shancha. Urishib qamalganlar o'shancha. Yana bir bola sotib qamalganlar o'shancha. Bugungi например kirgan joyimda bitta tojikistonlik odam o'tiribdi. Bolasiga передача olib kelgan. Qolgan hammasi O'zbekiston. Endi mesnilar ham bor, men yo'q deyman. Tatarlar, ruslar, yana boshqa millatlar o'tiribdi. Qirg'izistondan yo'q. Qirg'izistondan ham bor, qamalayotganlar bir nimalar bordir, lekin bir 6-7 ta o'tiribdi O'zbekistonlik. Haftada 7 kun pochta olib kiriladigan bo'lsa, 7 kun shu holda tasavvur qiling. O'shaning uchun men bir iltimosnoma qilib chiqdim. Men o'zimga hali onani ko'zini yoshini yig'lab o'tirganini ko'rib turib rahmim kelib ketdi to'g'risi. U bolani ko'ti og'rib tuqqan, kechasi uyqusida buzilib emizgan, chichib qo'ysa ko'tini yuvgan, siyib qo'ysa ishtonni alishtirgan. Bir narsa qilib, katta qilib 2021-yil nechiga kirdi? 22-23 ga kirgandir, 24 ga. Asha yoshga kelganda mana narkotik bilan papal bo'lib qamoqxonaga tushib qolgan. Bechora Andijondan kelibdi xola, Ashaqdan kelibdi mashaqqa. Ya'ni kiralmasdan o'tiribdi. Kecha kuni ham kiralmay ketdim deyapti. Bugun birinchisi emas ekan, kecha kuni ham kiralmay ketdim deb yig'layapti. Hurmatli ukalar, bir narsa aytish etdi. Tez boy bo'lib ketish juda ham ahmoq odamning ishi. Juda ham ahmoq odam tez boy bo'lib ketadi. Xudo bersa hech gap emas, bir boy bo'lib ketsa, boy bo'lib ketasiz. Eplalmay qolasiz. Tez boy bo'lishni hech qachon o'ylamanglar ukalar. Hamma narsa o'rmalab sekin bo'laveradi. Mana menga o'xshab oq ko'ylaklarni kiyib, kostyum shunday kiyib chiroyli bo'lib yursalaring, hamma boy ekan deb o'ylaydi. Yo endi kiyim ham o'zini yo'liga-yu, u boylikni
Xudo ilojini boricha shu umrni yarimidan o'tgandan keyin beravergan yaxshi. Yoshlikda boy bo'lib ketsangiz, narkotikka berilasiz, qizlarga berilasiz, ichkilikka berilasiz, qumorga berilasiz, kirib ketasiz kiradigan joyingizga. O 40 dan o'tib 50 ga borib, o'sha yoshga yetganda Xudo taolo beraversin. Hammani, endi hamma keng yoshlikdan ham bersin, tutib qoladi-da. Hech qachon tez boy bo'lib ketaman, narkotik dastavka qilsam, eksam, sotsam, o'qisam, buqsam deb hech qachon aralashmaylar u narsaga. Chekib ham kayfini qilmaylar u narsani. U juda yomon narsa. Qizlar, narkotik, qumor yomon narsa, ichkilik ham yomon narsa. Xolani ko'rib men ichim ezilib ketdi, to'g'risi. Men ancha tanaffusdan keyin bunaqa video qilib chiqaman deb hech ham o'ylamagandim. Hayolimga ham kelmagandi, to'g'risi. Keyin undan tashqari bir ukamiz kecha kuni vafot etdi, Namanganlik ukamiz. O'ligi ketdi shekilli, kecha yerkun jo'natildi. Yarimigacha qatnashdik, atnag'iga aralashmaylar deyishdi, aralashmadik. Unga sabab ham biz birov vafot etsa nima qilamiz? Elchixonaga murojaat qilamiz. Elchixonaga murojaat qildik. Elchixonamiz qaysi firma deb surishtirib qoldi. Firmaga nima qilsak, iltimos dedi, bizga enaqa qilmasin. Elchixona agar jalba qiladigan bo'lsa firmaga o'sha bani fuqaroyim o'libdi deb jalba qilib bir nima qiladigan bo'lsa, xullas qoqib tashirgan u firmani. U firma bolani dadasiga 10 ming dollar qo'liga pul berdi. O'zi boshqa shahardagi baqa kelib, o'liklarda morg hamma yoq to'lovini qilib, yana olib ketishigacha hamma rasotini ko'taramiz, iltimos nima qilishdi. Bo'pti dedi, bag'ini o'zimiz qilaveraylik deyshdi. Bo'pti, to'xtadik. Rasotlan qilib olib ketdi. Eng yomoni shu vafot bo'lgan Namanganlik ukamiz Xitoyda 5 yil o'qib kelgan til mutaxassisi ekan. Nimada Xitoyga borgan, dadasi Rossiyada ishlab bolani o'qitgan. Xitoy tili bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lib O'zbekistonga qaytib kelgan. Maktabgami, bir to'garakam qatqadir ishga kirgan, 5 million oylik olgan. O'rtoqlar bilan gaplashsa, biz degan Rossiyada degan Monolitda degan Rossiya rabochilarimiz 1000 dollardan oylik olyapti degan. Baqa keldi, 2 oy ishlab o'lib, mana 10 ming dollar pulni qaytib ketdi. Boy bo'ldi, 10 ming dollar pul oldi dadasi. Lekin o'ziga nasib qilmadi. O'qiganga pul ozmi O'zbekistonda deysizlar-ku, o'qigan ham boshida hamma joyda ham pul oz. Mayka kelsangiz sirazi ma bo'lam deb og'zingizga pul tiqib qo'ymaydi Rossiyada ham. Shunaqa gap. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham ukalar tez boy bo'lishni o'ylamaylar, ota-onalar bolalarini Rossiyaga jo'natmaylar. Behazilga. Jo'natsalaring bir doktor qilib jo'natinglar, bir meditsina sohasi bo'yicha ishlayotganlar mayda o'shancha kuchli povur qilib jo'natinglar. O'zbek milliy taomlari, u povurlar ham tiqilyapti hozir, toshatiz povurlar boshiga tushadi. Yo bir qaysidir bir davlat tashkilotiga bir mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, bolani jo'natinglar. Hech qachon bir u men hozir gapiradigan ishlarimni pastga urib aytmoqchi emasman. Bizni bolalarimizni qaysi stroykada ishlaydigan bir razirabochi yo dvornik yo bir boshqa narsa qilib jo'natmanglar, iltimos. Shunaqa ishlayotganlarni topayotgan pul ona sutidek halol bo'lsin. Ona sutidek halol pul. Men bularning mehnatini yaxshi bilaman. Lekin yangi kelayotgan o'sha dvornik boshqa sohada ishlagani kelganlar til bilmay keladigan bo'lsa, problemaga uchrab qoladi. Mana kecha 2 kun bo'lyapti. Bitta o'zbek bola chiqdi. Samarada dvorniklik qilardim. Dvornikga shuna kelsam, bitta yalang'och qizni o'ligi yotibdi, deyapti. Nima deysiz endi? Nima qildingiz desam, militsiya chaqirdik dedi. Guvoh sifatida buni ham qo'shib guvohlikka olib nima qilishdi. Endi to qotillar topilib, to ularni sud tugaguncha bu bolani endi guvohlikka chaqiraveradi, qiladi endi. O'shunaqa narsa. Til bilmaydigan odam bo'lsa, nima qilishni bilmaydi, bir boshiga problema orttirib olishi mumkin. O'shaning uchun ilojini boricha ota-onalar Rossiyaga farzandlarini jo'natmanglar. Jo'natadigan bo'lsalaring ham yaxshilab tushuntiringlar. Bolam, mayli O'zbekistondan sharoitim aytda yaxshidir, lekin kayfga berilib ketma. Ko'chadagi hammani ham etagini ushurma aka-aka, uka-uka qilib. Battagi qo'pol bo'lsa aytaman, Rossiyada yurgan o'zbeklarda juda ko'pi bir-birini itarib o'ynaydi. Juda ko'pini bilaman, itarib o'ynaydi. Poddershka qiladiganlar ham ko'p. Juda zo'r poddershka qiladiganlar bu. Otasiga rahmat ulardi. Itaraman deganlar ham o'shancha batda. Bir-birini pulini yeb ketgan. Xullas, Santa Barbara.
Shunaqa gap, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Ming bor uzrli kelgan qattiq quttiq hazil huzul gaplar uchun. Bir narsani shu yerda qo'shimcha qilib aytib qo'yaman. Bir 15-20 kundan beri meni telefon raqamim kuygan, ya'ni nomimga qanaqa telefon raqam olsam 12 soatga borib bormasdan kuyib qolyapti raqamim. Biometriya hamma dokumentlarni to'g'rilab zo'r qilsam ham iloji yo'q. Militsiyaga men ariza yozdim, shunaqa bo'lyapti. Mashinniklar meni zallokarit qilyapti, nima bo'lyapti bilmayman dedim. 12 ta nomer oldim. 10 tasi o'zim nomimga, 2 tasi bittasi nomiga oldim, baribir bo'lmayapti. Tak что murojaat qiladiganlar Telegram bilan WhatsAppdan yozib chiqaverasizlar. Maksimum qulflanib qoldi, nomerim yo'qligini hisobiga. Shunaqa gap azizlar, boringlarga shukr, rahmat hammaga.